Uzdil HTML darsidagi 27-qism HTML ko'p vosita. Ko'p vosita degan nima? Torbatdagi ko'p vosita deganimiz ovoz unumi, naqsh musiqa, film va kartonlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni biz shu torbatda hozir yolg'iz burunga o'xshash tekst mazmuni orqali qanoatlanib qolmasdan cho'qim shu ovoz unumi, naqsh musiqa, kartonlarni buni qo'shishimiz kerak. Hozir to'r ko'rgishlar ko'p qism ko'p vosita formatlarini qo'llaydi. Ko'p vosita hujjatlarining kengaytirilgan hujjatnoma har xil bo'lib, turlari intayin ko'p. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, bu ko'p ishlatilgan film hujjatlarining AVI, WME, MPEG, QuickTime, andan keyin Royal Video, Flash, MPG4 degandek. Anaki ovoz hujjatlaridan MIDI eng boshda chiqqan ovoz hujjati hisoblanadi, turbat qo'llanilgan. Real Audio, Wave, WMA, anki MP3 va MP3 hammamizga tunishliq. Biz shu to'rdan tushirgan shu naqsh musiqalarning ko'pinchisi shu MP3 yoki WMA shu ikki xil holatda bo'ladi. Ikkinchi to'r ko'rgishning qo'llashi. Tunji nashrdagi to'r ko'rgish faqat odatdagi tekst uchurini ko'rsatiladigan bo'lib, keyinchi taraqq qilib rang unum va rasm ko'rish iqtidori qo'shildi. Borgan sir taraqq qilib navbatga ko'pligan ko'p vosita qo'llash oldiga yetib keldi. O'xshamagan to'r ko'rgishlarning rasm, karton va filmni qo'llashi uchun ishlatilgan ishki ulanish ilmetlarining bir taraf qilishimi o'xshash emas. Ba'zilarga qistirma qachilashga to'g'ri keldi. Qistirma to'g'risida mazmunni keyinlik darsimiz so'zlab o'tamiz. Uchinchi ko'p vosita formati. Ko'p vosita elementi hujjat ichida saqlangan bo'lib, to'r ko'rgishning bir taraf qilish bilan bizga normal holat ko'rindi. Ko'p ishlatilgan ovoz hujjat formatlari va film hujjat formatlari bilan oldin tunib chiqdik. Qaraydigan bo'lsak, film formati ichida MP4 bir qadar muvaffaq, chunki uni Flash, HTML5 qo'yg'ich va film bekatlarining qo'yg'ichlari birdek qo'llaydi. Bu MP4 ni yana biz bu ko'chma uskunlar, yonfun qatorliq ko'chma uskunlarni bevosita qo'yg'ili bo'ladi. Aniki ovoz hujjati Wave bilan MP3 eng oqilona tanlashilib, MP3 silishtirganda Wave'ninki ovoz suzukligi yuqori. Buni ovoz suzukligi yuqori bo'lishqa buningki hujjat sig'imi cho'ng. MP3 bo'lsa bu hujjat sig'im jihatdan qisilgan, bizga bo'shliqda javob bergan hujjat tipi hisoblanadi.